qo'shiqlarda ko'p. Albatta biz safimizni kengaytirishimiz kerak, chunki bayram yana bir inson tashrif buyurgan yaxshi inson, insoniylik sifatida juda bir yaxshi inson bo'lish kam bo'ladi, insonlarda kam uchraydigan holat bo'ladi. Lekin bu yaxshi inson, xonanda, estradamiz yulduzi Samir janoblarini taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Oxiridagi sen. Rahmat Samir. Rahmat, xush kelibsiz. Keling, Marhamat. keling. Marhamat. Keling, Alaykum keling. assalom, assalomu alaykum. yana bir bor. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, keling. Yaxshi keldingizmi Samir? Rahmat, shuhrat. Tomoshabinlar bilan so'rashib olsangiz, Ha, man. kameraga. Hammaga assalomu alaykum. O'zbekiston, assalomu alaykum. Bizdan nafaqat O'zbekistonda ko'rishadi, butun dunyo bo'ylab. Ko'rishadi. Haqiqatan. Hozir anaqa Amerikadan ham telefon qilishdi menga. Aha. Men anaqa post qo'yuvdim, o'shanga telefon qilishdi. Telefon Aha. qilishdi. Bo'lib ko'ryapmiz deyishdi. Meni ham o'g'lim Amerikada deydi, salom ularga. Ana. Amerika salom. Xush ko'rdik Samir. Yaxshimisiz? Shuhrat aka qanday? Rahmat. Xush kelibsiz. Kelayotgan bayramlar bilan Sizlarni ham tabriklayman. kayfiyat ham bayramona bo'lsa kerak. Juda bayramona, chunki men bugun uxlamaganman. Ha. Hozir Samarqandda xizmatdaydik. To'g'ri keldi. Kecha Samarqandda xizmatdaydik. Bugun mana yo'lda tuman ish qilib 6 soatda keldik.
Yo'l tinchmi? Yaxshimi? Fursatdan foydalanib, anaqa stilistimga ham rahmat demoqchiman. Aslbek Tamo. Tamo Aslbekka rahmat deyman. Chunki ham uxlamasdan meni kutib turdi. 5:30da ko'rishdik. Mana shunaqa. San'atkorlar shunaqa endi ijod shu. Aslbekka rahmat deyman. Sizga ham rahmat vaqt ajratib kelgansiz. Shu ancha bo'lib ketdi ko'rishmaganimizga o'zi. Haqiqatan men sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. 1 yil oldin ko'rishgandik menimcha. Shunaqa. O'zi yangi yil kelishidan avval san'atkorlarning ishi juda ham ko'payib ketadi, Bonu. Vaqtlari Sizlarga 2 karra ish ko'p. Haqiqatan chunki bugun mana hozir ko'rsatuvdan keyin bir 5-6 soat uxlayman. Yana kechqurun tadbir tog'da. Mana shunaqa. Ayniqsa mana aytib o'tganimdek, Bonu sizga ish ko'p. Dasturxon tuzaysiz. Yangi yilga kiyim qarashingiz kerak. Oho, uni gapirmasa ham bo'ladi. Bu Bayram alohida mavzu shuniki. Bayram kuni o'zimga o'zim va'da berdim, ish qilmayman deb. Qilmaysizmi? Hamma narsasini tayyor qilib qo'yasiz. Qoyil. Eng yaxshisi. Bu yil qilmayman. O'tgan yili qiluvdim. Bu yil qilmayman chunki semirib ketaman. Uni yeyish bor keyin. To'g'ri, u ham bir dard. To'g'ri. Bu katta dard. 31 dekabr kuni uyda bo'lasizlarmi? Yangi yil oqshomida? Uyda bo'lasizmi? 31 dekabr ya 1 yanvar uyda bo'lmaymiz. Uyda bo'lmaysiz. Xizmatda bo'lamiz. Xizmatda. 31da ham xizmatda bo'lasiz. Shunaqa. Samiraga hozirgi qo'shiq premyeramidi? Bu qo'shig'imiz ham yangi qo'shiq, lekin buni aytmaganmiz. Demak biz bugun lekin premyera bor, yangi qo'shiq bor. Biz oshxonadamiz, oshxonada boya va'da berganimizdek suyaklar tayyor bo'ldi. Buni iste'mol qilamiz. Spagetti tayyor, bayramona dasturxonimiz tayyor, salatlar tayyor, hammasi tayyor. Akajon, sizlarga rahmat. Qo'llaring dard ko'rmasin. Bunaqasi bo'lmagan, juda kamdan kam bo'lgan, chunki bugun birinchi marta hali go'shtdagi suyak erib ketibdi. O'zimiz yerib ketmasak bo'ldi endi. Sizlarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga sovg'amiz bor. Bonu hozir bitta qo'shiq aytadi. Nazar raqsga tushamiz. Bonuxondan bitta qo'shiq. Marhamat. Rahmat sizlarga. shakare man oshig'e bemoram ey do'xtare ozore yak bo'lsa talab kardam lab shakare man oshig'e bemoram
Rahmat. Po'lat aka. Alhamdulillah. Qani kelinglar Bu o'tinglar. yoq qancha bo'ldi bu yog'i? Necha pul bo'ldi bu yog'i? Endi Ha. buni necha pulligini bilmayman, shu 350 400 da tursa kerak. Ko'kmara savdo belgisidan, homiyimizdan, ertalabki salom dasturining homiysidan mehmonlarimizga sovg'a. Bonuga men bersam maylimi? Ha, siz Albatta. Sizga. Samir aka, bu sizga. Qornim ochligi esimdan chiqib ketdi. Bu yerda hech kim qonun ochligi esiga kelmaydi, to'g'risi. Hali oshxonada ovqat ham tayyor. Kayfiyat bilan ko'rsatuvdagi- yedirib, Ayollar bor. sovg'alarni berib, Ayollar jo'natib boramiz. sovg'a olishni juda ham yaxshi ko'radi. Ha. Yana bo'lsa beringlar. Bor. O'zimizni olib ketsangiz bo'lmaydimi? Mana. Bo'veradi. Biz o'zi imkoniyatlarga boy, sovg'alarga boy telekanalimiz. Albatta bugun hech kim bu studiyadan norizo bo'lib ketmaydi. Rahmat, Ketmaydi. kattakon rahmat. Bu kerakli narsa bizga. Yog' Ayollar dimanda. uchun. Ha. Bizda yolg'on Biz yo'q. yo'q. Bizda rost Samir aka, Bonuxon rostdan ham mana sovg'alarimiz va kino bilan janjallashib qolsangiz, qo'lidan olib qo'yasiz. Uni yashirib Agar qo'yasiz. sizga kerak bo'lmasa bering. Samirga ham kerak endi. Ha? Hazillashdim. Endi yangi yil yaqin, yangi Uni yil och yaqin. ekan deb yorishmas. Ha, yo. Hozir ochman deyapti deysiz, qo'rqmang. Yangi yil yaqin. Albatta bugun kelganinglardan imkoniyatdan foydalanib, teletomoshabinlarga aytadigan yangi yil tilaklar bo'lsa eshitamiz. Eshitamiz, xayrlashamiz chunki Sekin soat o'qib vaqtdan ketdi sizda ekan. Xayrlashamiz. Men barcha yurtdoshlarimga hammaga sog'lik tilayman. Chunki bu sog'lik, bu boylik. Albatta, birinchi o'rinda. Sog' bo'linglar va baxt. rahmat. Yangi yilni sizdan yangi ijodlar kutamiz, Samir. Albatta, уже boshladik mana. Men Samir akani gaplariga qo'shilaman. Avvalambor sog'lik. Yangi kirib kelayotgan yil barchamizga omadli kelsin. U bosar tusarimizni bila olmay qolaylik. Omadli kelsin. Muhimi hamma baxtli bo'lishga munosib. To'g'ri. Sog'lik bo'lsa qolgan hamma narsa topiladi. Mana shu kirib kelayotgan yangi yilda ushalmay qolgan orzularimiz hammasi amalga oshsin, chunki siz bunga munosibsiz. Albatta, ayollarimiz ham shirin so'zga, yaxshi maqtovlarga munosib insonlar. Kelganingiz uchun hammalarga alohida rahmat deymiz. Bugun jamoamiz nomidan, qolaversa, teletomoshabinlar nomidan sizlarga tashakkurimizni izhor etamiz. Doimo yaxshi niyatlarga, yaxshi orzu havaslarga erishib yuringlar. Bonu sizni go'zallik tark etmasin. Doimo ana shunday samimiy bo'ling, go'zal bo'ling, latofatli bo'ling. Sizni endi ta'riflasak, agar ko'rsatuvimiz vaqti yetmaydi, to'g'risini aytsak, juda ham zo'r insonsizda haqiqatan ham. Sanatingizni ham qadrlaymiz, o'zingizni ham yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Rahmat. Albatta, Tashkil yangi yil Sizdan uchun minnatdorchilik yangi qo'shiqlarni endi bildiramiz. aytib o'tganingizdek bosaverasiz, sizdan kutaveramiz. Biz ham endi teletomoshabinlar bilan xayrlashadigan vaqt. Aziz muxlislar, mana 2025-yilning so'nggi shanbasi ham o'z nihoyasiga yetib borish arafasida. Bugun biz bilan ertalabdan dasturingizni birgalikda o'tkazdingiz. Albatta kun davomida mana shu yuqori kayfiyat sizda boshlandi, davom etaversin. Umuman yil davomida, kun davomida, umringlar davomida mana shu yuqori kayfiyat sizlarni tark etmasin deb qolamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz va yangi yil faqatgina yaxshi xushxabarlar bilan kelsin. Qalbingizga kenglik, mehr, muhabbat to'lib toshishini chin dildan tilaymiz. Albatta, hamma xizmat qilganlarga rahmat aytamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Efir so'ngida Samir akamdan bitta go'zal tarona bilan efirimizga sekin yakun yasaymiz. Tashrif uchun sizlarga ham rahmat. Qani, ketdik. Qani Samir akam. Родилась доченька, родилась любимая, нежная и сладкая, как мед. Рученьки, ноженьки на меня похожая, всем нам много радости несет. Любит ее дедушка и хлопочет бабушка, обнимая внученьку свою. За столом встречаются и дружно все общаются, тосты поднимают за семью. Дочка, дочка, куколка, сказочка моя, знай себя, роднуленьку, любит вся семья. Дочка, дочка, куколка, сказочка моя, знай тебя, роднуленьку, любит вся семья.
Нежная, дочка долгожданная, глазки твои нежностью горят. Ты, дочурка, мой цветок, как сосенький лепесток, вся ты в папу люди говорят. Красотулька, доченька, ты моя желанная, для тебя все звезды и цветы. Рученьки, ноженьки, на меня похожая, никого дороже нет, чем ты. Дочка, дочка, куколка, сказочка моя, знать тебя, роднуленьку, любит вся семья. Дочка, дочка, куколка, сказочка моя, знать тебя, роднуленьку, любит вся семья. Родилась доченька, родилась любимая, нежная и сладкая, как мед. Рученьки, ноженьки, на меня похожая, всем намного радости несет.